Assalomu alaykum. Bugungi video darsimizda 37-topik 2 imtihoni ilgi testi birinchidan 4-gacha ilgi testlarini tahlil qilib chiqamiz. Demak, boshladik. 1 bilan 2 ning sharti quyidagicha. Bo'sh joyga, ya'ni pinkani terokal kajang almajin gosil ko'rishibshu kak ijom. Bo'sh joyga mos tushadigan to'g'ri so'z topishimiz kerak, ya'ni javob. Aniqrog'i grammatika. Va har biriga 2 balldan berar ekan. 1 to'rtta javobda mana ironadi degan so'z turibdi. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, uyg'onmoq, o'rnidan turmoq. Achime iljik ironada ilgopshi pihengiril talsuitda. Ya'ni ertalabda erta uyg'onmoq, soat 7 dagi samolyotga chiqish mumkin. Pihengiriltada samolyotga chiqmoq, le il suitda ish mumkin. Shunda ironaya erta uyg'onsagina, ironariogo erta uyg'ongani, erta uyg'onish uchun. Ironamyo, imyo degani ib ma'nosida keladi. Toni degani Gandhi edi. Shunda faqat birinchi javobimiz mos tushadi. Ertalab erta uyg'onsagina samolyotga chiqish mumkin. Aya oya grammatikasi ishlatilganda asosan gaplarning oxiri le il su itta bilan tugaydi. Sagina ish mumkin. Ikkinchi testimiz. Xo'p. Tvegin huye chibe va ponika tongsengi yohengeso tora oda degan so'z turibdi. Ya'ni qarang. Tvegin huye degani ishdan qaytgandan keyin uyga kelib ko'rsam, vaponika degani kelib ko'rsam, ukam sayohatdan Toraoda qaytib kelmoq. Xo'p, Torava isotda qaytib kelib turgan edi. Toraoga tuyotda qaytib keladigan bo'ldi. Torava simyon hetda qaytib kelganida yoki qaytib kelsa yaxshi bo'lardi. Toraodorok hetda qaytib kelishga harakat qildi. Shunda faqat birinchi javobimiz mos tushadi. Ya'ni sayohatdan qaytib kelgan holatda turibdi ma'nosini bildiradi. Javob 1. Keyingi 3-chi, 4-chi testimiz quyidagicha sharti. Quyidagi ostiga chizilgan qism bilan ma'nosi o'xshash javob toping. Ya'ni sinonim, o'xshash grammatikani topishimiz kerak. Xo'p, 3. Sodullo naontasi cheksang viye innin chegabil an kajigo navatta. Shoshilib naoda degani chiqmoq, ne intasi grammatikasi ligi sababli. Shoshilib chiqqanligim sababli parta ustida bor bo'lgan hamyonimni an kajigo navatta olib chiqmabman. To'g'ridan to'g'ri mana ne intasi ligi sababli va unga sinonim grammatikani topsak bo'ladi. Mana ningimi ga yarasha ish bahonasida, nin sayyi ish davomida, ish orasida, nin parame bu hamligi sababli, nin teshini ish o'rniga. Shundan kelib chiqadiki, bizda faqat 3 mos tushadi. Nin parame salbiy holatlarni ifodalaganda sababni ifodalaydi. Javob 3. Keyingi 4-chi testimiz quyidagicha bo'ladi. Hubega han chalmosil algo isotchiman. Mian he halkap va morenin choketda. Ya'ni Hube degani o'zidan kichik talaba, ya'ni bir kurs, bir sinf pastda o'qiydigan talaba. Chalmot xato, hada degani qilmoq, bajarmoq. Endi shuni han chalmot degani qilgan xato. O'zidan kichik talaba qilgan xatoni algo isotchiman. Bilib turgandim, lekin mian he halkapva uzr so'raydimikin deb, le ilkapva degani mikin deb, morinin choketda. Morida bilmaslik, nin chok hada degani dek tutmoq ma'nosida keladi. O'zimni bilmaydigandek yoki tanimagandek tutdim ma'nosini ifodalaydi. Biz to'g'ridan to'g'ri mana bu dek tutmoqni sinonimini topsak bo'ladi. Va uning sinonimi mana bu. Nin chehetda. Aniqrog'i hozirgi zamonda nin chehada bo'ladi. Oddiy shaklda, lekin ko'pincha mana bu shaklda ishlatiladi. Javob 1. Morinin tithetda. Tithada degani ga o'xshamoq. Nin piyonida lar toifasiga kirmoq. Ya'ni bilmaydiganlar, tanimaydiganlar toifasiga kiraman. Morigi marionida bilmasligi aniq yoki tanimasligi aniq. Gi marionida degani ishi aniq, ishi tabiiy ma'nosida keladi. Bu 37-topik 2 imtihonimiz ilgi 1 dan 4 gacha tahlili edi.